Hey yo, barchaga salom. Sizlar bilan men yana o'sha mashhur Galyardus. Okay, bugungi videoda men Bedrock Edition'da survival qilamiz. Okay, kanunda let's go. Xo'sh, bu yurish animatsiyalarini qarang. Okay, biz taraqchoq bo'lishimiz kerak albatta. Atroflarning go'zalligini qarang. Okey, biz kerakli instrumentlarni yasab oldik. Bu instrumentlarni teksturasini qarang obunachilar. Bay. Yana o'zbek tiliga qiladigan resurs pack bilan ajoyib turadi Bedrock Edition'da survival. Okey. Bu mod albatta Telegram kanaliga tashladi obunachilar. Okey, nayzani turishini qaranglar. Mana animatsiyalarni qaranglar. Bu modning nomi Action Staff deb nomlanadi. Boltani tutishini qaranglar obunachilar. Bolta legendarniy-ku. Okey, xo'sh. Kirgan ko'raylikchi. Menda bug bo'lib kamon bo'lib qoldi. Yo'q qilib chiqaraylar obunachilar. Xo'sh, bo'pti, chalg'imaymiz, survivalni davom etamiz. Yo'q, bu yerda buzilgan portal, atiki portal desam bo'laveradi. Sandig'ida nima bor ekan? Yo'q. FSC, yo'q, flint va po'lat ajoyib. Va 9 ta temir va flint va FSC 3li oltin belkurak. Okey, oltin belkurak. Shu Minecraft o'zbekcha bo'lib kelsa mazza qilaman-da. Xo'sh, bu buni animatsiyalarni qarang, yoqish animatsiyalarini ajoyib. Buni qarang. Ajoyib-ku, zo'r animatsiyasini. Okey, chalg'imaymiz. Daraxt chopish modini sinab ko'ramiz. Ajoyib, daraxtlarni 1 soniyada chopish mumkin. Bu cho'chqani animatsiyasini qarang, yurish animatsiyasi. Salom cho'chqa, qalaysan? Okey, buni animatsiyasini qarang. Turishini qarang buni. Yugurishini qarang. Animatsiyasi juda ham zo'r-ku. Okey, obunachilar. Tak, ozgina daraxt chopish kerak bo'pti. Bo'lmayapti, bo'lmasa, tushundinglarmi? Tak, daraxt chopib bo'ldim. Endi esa toshni va qilsa ekan tosh ko'rlasak zo'r bo'lardi. Mana bu kirka bug bo'lib menda kamon bo'lib qolibdi obunachilar. Buni qaranglar, kamon bo'lib qolgan kirka. Bu yog'och qoldi ishlatdim. Mana bu yog'och pickaxe kamon bo'lib qolgan bo'pti. Tosh bo'lash kerak, bo'lmayapti, bo'lmasa. Okey, mana bu mod legendarniy. Okey, temirlarni ham bir pasda kazib olamiz. Okey, bu ko'mirlarni kovlab oldik. Xo'sh, endi esa ozgincha tosh ko'rasigan bo'lsa kerak. Bularni elementarga solib qo'yib bo'ldi. Ozgina tosh ko'ramiz, kirkani almashtirib olaylik. Joyini o'zgartiramiz. Bu ikkinchida turadi. Okey. Yetarlicha tosh kovlandi va ozgina rutalar kovlanib oldi. Qo'yni qaranglar obunachilar. Bo'pti, ozgina mana bunaqa uslubda ovqat olib ko'raylikchi. Tak, ozgina ovqat olib ko'ray. Qanaqa yo'qsa bo'ladi bu tagini internetda ko'rganim o'xshagan-ku. Mana yo'qmi. Endi buni o'ldirish kerak. To'xta, qo'y. To'xta. Bu juda ham qiyin ekan. Do'stlar, bu o't yish animatsiyasini qaranglar obunachilar bu. Okey, shuncha bu befoyda ekanligini tushunib yetdim. Bu otni qaranglar obunachilar, otda o'tirish animatsiyasi bor ekan obunachilar. Qo'lda qilib ko'rish kerak, qo'lda qanaqa o'tirgan otni qaranglar obunachilar. Otda o'tirib ko'ramiz. Mana beliga qaranglar, qo'lini tutib o'tirar ekan, ajoyib. Xo'sh, suvga sakraymiz endi. Katta shaxta bor ekan. Ajoyib. Okey. Bu yerda mahluqlar tiqilib yotibdi ekan. Suramiz bu yerdan. Kuchayib keyin qaytib kelamiz obunachilar, albatta. Kuchaygandan keyin yo'qoch nayza animatsiyasi juda ham zo'r-da. Ajoyibda animatsiyalar. Bu mod albatta Action Staff. Ajoyib, bu ozgina loylarni ko'lab oladi. Obunachilar, qiziq narsa topib qoldim men. Mana bu urug'larni qarang obunachilar. Bu yerda temir ham topdim ozgina. Okey. Tak, xo'sh, ana bitta esa ko'mir ko'rdim.
ketdik. Let's go. Xo'sh, bularni ham olamiz. Bularni albatta sizlarga 2x da ko'rsatdim. Xo'sh, botga chiqib olamiz, bo'ldi. Nima qilsam ekan yana? Xo'sh. Yo, mana bittamiz bor ekan-ku. Juda ham ko'pmiz bor ekan. Bu albatta yangi versiyada misli aslahalar yasasa bo'lardi. Xo'sh. Okey, ozgina suvda suzaylik obunachilar. Animatsiyasini ko'rish kerak-ku, suvda suzishni ko'raylik-chi. Yo, suvda animatsiyasini qaranglar obunachilar. Yo, mana bunday suzsa bo'lar ekan obunachilar. Suvda suzish animatsiyasi juda ham zo'r ekan. Okey. Xo'sh, kech tushib qoldik. Kelinglar, ovqat olishimiz kerak. Men bularni o'ldirib. Tak, yo, what the fuck. O'sha menimcha bu usul juda ham ahmoqona. Bo'pti. Endi yotog'imni yasashim kerak. Kecham tushib qoldi. Mana bu voqeaga esa tan beramiz obunachilar. Ba'zi bir Creeper tomonidan o'ldirib ketildim. Yotog'imni endi sindirmoqchi edim. Creeper portlab ketdi. Biz mislarni eritib olishimiz kerak. Bu yerda temir bor ekan. Pechkalardan bir nechtasini yasab olamiz. Tak, bu albatta birinchi qism. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar kanalga obuna bo'lib like bosinglar obunachilar. Tak. Okey, rudalarni qilib oldim. Endi esa temir quymasini turishini qarang. Temir quyma bu o'zbek tili juda ham yo'rg'oradi-ku Minecraftni. Agar shunaqa paklar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bor. Okey, bu bir dona temirga nima yasashni bilaman. Albatta bizga qalqon, ya'ni shit kerak bo'ladi. Bu ajoyib bo'ladi. Menimcha buni ham animatsiyasi bordir. Ko'raylikchi. Yo, qalqon animatsiyasi juda ham zo'r-ku, obunachilar juda ham zo'r. Yo, bu yerda suyak ham bor ekan. Yo, bu suyakni turishini qaranglar obunachilar, suyak zo'r-ku, bo'pti. Ozgina rudalar ko'laymiz. Okey, ko'la bo'ldik. Endi esa bu mislardan xabar olamiz. Ancha bor ekan bu mislarda. O'zimizga full set yasashimiz mumkin. Okey, o'zimizga misdan braniya, misdan bosh kiyim, misdan ishton va misdan oyoq kiyim yasab olamiz. Bularni kiyinishini ko'ramiz hozir. Tilim og'riyapti, yo, gapirib og'zim og'rib ketdi. Bularni kiyib olamiz. Endi esa ko'ramiz. Yo, bu action staff modida juda ham ajoyib bomba ko'rinar ekan. Endi esa orqasi ham zo'r instrumentlarni yasab olish kerak bir nechta. Qilich, tapor, kirka va nayza albatta bunachilar va lopatka ham zarar qilmaydi. Okey, bularni esa musulkaga otvoramiz obunachilar. Bizga bular kerakmaydi. Bizda endi mustabri bor obunachilar. Tabriklasanglar bo'ladi. Biz kuchaydik deb e'lon qilamiz. Tak. Nima qilsak ekan endi? Nayza misli nayza juda ham ajoyib ekan. Animatsiyalar juda ham zo'r. Okey, misli bolta. Mis pickaxe, ya'ni mis qilich. Ajoyib, bu o'zbek tili juda ham zo'r bo'lar ekanda. Aytganimdek, bu resurslar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bor obunachilar. O'shbotlarni aylaningcha ozgina nimadir bu yo'qmikan ashtada. Tak, bu yerda kichkinagina shaxtacha bor ekan. Ichida nima bor ekan ko'raylikchi. Ichida po'qdan boshqa hech nima yo'q ekan obunachilar. Kirib o'tirishga hojat yo'q ekan. Tak, bu yerlarni aylaningchi. Ovqat topish kerak, oshda olishimiz kerak. Bu yerda chuqurgina shaxta bor ekan, lekin bu juda ham tor, kirgim kelmayapti, erinayapman to'g'risi aytsam. Qayerda aylansam ekan yana? Yana shaxta bormi ekan o'zi? Tak.
Yo'q, bu chiroyli ekan, ajoyib sigir va yana boshqa narsalar ham bor ekan. Qarab ko'raylikchi botlarni. Bu shaxta paxta kattadan boyagi shaxtani topish kerak o'zi. Bizga ovqat ham kerakda, u moblar yomonda bedroq yetishinde, javi yetishinde bo'lsa yoraveradi bitta ovqat bilan. Ayniqsa bedroq skeletlari juda ham baxshi bo'ladi, agressiv. Javada o'qni zo'rg'a tekkizadi bitta o'qni. Bedroqda esa 200 metr yerda turib bitta kallada hit urib Okey, bitta shaxta bor shekilli. Menimcha yo'q. Bu shunchaki o'yilgan yer yoki xirabren qilgan. Katlarni aylansam ekan, qishloq topish kerak ovqat muammosini hal qilish uchun. Bu yerda qo'ylar bor ekan, qo'ylarni o'ldirib yuribman faqat. Yo'q, bu o't deyish animatsiyasi sistemasi o'tda qo'ylarni hamma yoq o'zgarib ketgan. Acton Staff 9.1 versiyasida yoki 8.9 mi bilmadim, versiyasi ajoyib bo'ldi. Yangi chiqqan versiyasi edi. Uni 1-2 soatchada Telegram kanalidan qilganman amallab. Bu modlarni hammasini men o'zimning Telegram kanalimga tashlayman, albatta telefonda bedroq etish uchun. Yo'q, bularni bir deganda ko'lamayapti-ku. Bu yangi versiya-ku, men o'rnatgan mod. Bu yangi versiya chiqishdan oldin qilgan misli kirka bilan bularni ko'lash bo'lmaydi, ilojisi yo'q obunachilar. Bu yerda o'zimiz ko'raymiz unda. Million yil olsa kerak, yo'q, bilmadim, lekin million yil olsa ham hayron bo'lmasdim lekin. Videoda 2x qilishim mumkin, lekin 2x qilmadim. Qiziq, esimdan chiqdi ekan. Yo'q, bu yerda nimadir bor ekan. Yo'q, bu yerda ulkangina shaxtacha bor ekan. Sakrab ko'raylikchi. Balki xavfsizdir. Yo'q, creeper. Yo'q, buni portlash animasiyasi. Yo'q, portlashini qaraylik. Yo'q, o'lib ketdim. Temir bor ekan. Galertus baland joydan yiqildi. Ajoyib. Botlarni qaraylikchi. Bo'pti, shutda xayrlashaversam ekan. Bo'pti, shutda xayrlashamiz obunachilar. Kelasi safar kuchayamiz. Barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Galertus bo'ldik. Okey. Kelasi videolarda kutib ko'ringlar. Bu videoning ikkinchi qismi chiqadi albatta.